Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz sizlar bilan mantiqiy test o'tkazish, ya'ni if funksiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, if funksiyasi, uning roli, ahamiyati, ma'lumotlar tahlil qilishda juda yuqori. Hozir bu narsani misollarda ko'ramiz. Bu belgilar teng, katta, kichik, teng bo'lmagan, katta yoki teng, kichik yoki teng. Bu belgilar Excelda comparison operators deyiladi. Yoki rational operators deb ham nomlanadi. Mantiqiy test o'tkazish, ya'ni ikkita narsani bir-biri bilan taqqoslab test o'tkazish qanaqa qilinadi? Misollarda ko'ramiz. Demak, bu yerda ishchilarning nomi, ular qayd qilgan, ya'ni jamlagan mijozlari soni va ularga bonus berish kerak bo'ladi. Demak, misol uchun aytaylik, 20ta va undan ko'p mijoz yig'a olgan ishchilarga bonus bor deyishimiz kerak. Undan kam to'plaganlarga esa shunchaki kattaki bo'sh qoldirishimiz kerak yoki yo'q deb javob berishimiz kerak bo'ladi. Real hayotda bunaqa qatorlar yoki ustunlar juda yiriroq, ancha ko'p bo'ladi va sizlarga misol sifatida kamroq ko'rsatyapman. If funksiyasi kiritish uchun teng if 3ta argument bo'ladi, ya'ni mantiqiy test o'tkazib, testimiz to'g'ri bo'lsa true ni beradi. Testimiz agar noto'g'ri bo'lsa false qismini beradi. Demak, buni belgilaymiz. Katta belgiga yoki teng, ya'ni 20ta qilgan odamga ham berishimiz uchun teng yozamiz va undan ko'proq qilganiga mana katta belgini qo'yamiz. 20ta yozamiz. Agar demak, birinchisi ko'rib turibmiz 45 ta to'plagan, shuning uchun buni bor. Agar 20 tadan kam bo'lsa, shunchaki bizlar false qismiga to'g'ridan to'g'ri qo'shimni ochib yopib qilsak, kattalar bo'sh bo'ladi. Hozir pastga tortganimizda kimlar olishini ko'rishimiz mumkin. Demak, 1, 4, 5 kishi bonus egalik qilyapti. E'tibor bersangiz 50 ta, ya'ni 40 tadan ko'p, 40 tadan ko'p, uzr, 20 tadan ko'p, 20 tadan ko'p va 20 tadan ko'proq naqalarga berilyapti. Hop, shu belgilangan holda yana ham ko'rinishini qulaylashtirish uchun biz mana conditional formattingda equal to degan joyga qaysi tekst nomini yozsak, shu tekstimizni bizga rangda bo'yab ifodalab beradi. Keyingi misol bu if ko'pligi qismi. U qanaqa ishlatiladi? Biz nested if ko'rib chiqganmiz. Nested if mana shu funksiyani if bir necha bor takrorlash yordamida testlar o'tkazish bo'ladi. Uni yaxshi hozirgi kundagi update qilingan versiyasi ko'pligi if s. Endi talablar o'zgardi. 40 tadan ko'pi 40 tadan ko'piga 2000, 20 tadan ko'piga 1000 va 20 tadan kamiga esa bonus yo'q, ya'ni $0. Teng if s testimizdan o'tkazamiz. Katta yoki teng, demak 40 tadan ko'p bo'lsa, 40 taga teng yoki 40 tadan ko'p bo'lsa, 40 ta olmaydi bu yerda, 41 dan boshlangan. Undan yuqorilar uchun biz nima qilamiz? $2000 misol uchun berilishi mumkin. Undan keyingi testimiz F19 yana chaqiramiz. Katta deymiz, 20 tadan ko'p bo'lsa, 20 kirmaydi, bunda 21 dan boshlanadi. Va biz o'sha $1000 yozamiz, ya'ni bu true qismiga berish uchun. Test to'g'ri bo'lsa, demak birinchisi to'g'ri, 45 ta, demak 2000 beriladi. Qolganlari ham agar 20 tadan ko'proq bo'lsa 1000 beriladi va oxirgisini kiritib kam deb ko'rsasak ham bo'ladi. Misol uchun mana true deb va biz false qismiga demak $0 kiritib ham xavf yopib ishlatsak bo'ladi va tortsak ham ishlatsak bo'ladi yoki mana holatda ham ishlatsak bo'ladi. F19 chaqirib kichik deymiz, 20 tadan kam bo'lsa unda $0 desak ham ishlaydi. Demak 40 tadan ko'p 2000, 20 tadan kamlari 0, 40 tadan ko'plari 2000 va 20 tadan ko'plariga 1000 deb masalan ajratib oldik. Undan keyingisi if dan boshqa hali yana mantiqiy funksiyalar bor, ya'ni and, or. Bu qanaqa ishlaydi?
Misol uchun aytaylik, n qachon ishlatiladi? Bunda mantiq ko'proq ikkita, uchta holatlarni o'lchash uchun ishlatiladi. Nafaqat mijoz soni muhim, bu yerda sifat ham muhim bo'ladi. Ya'ni n ko'proq ikkita, uchta holatlar ishlatish uchun if bilan birgalikda ishlatiladi. Hozir shunchaki n o'zini ko'rsataman. Bu qanaqa ishlaydi? Agar mijoz nafaqat 40 ta sonlar jihat, sonlar bu yerda muhim rol o'ynamaydi. Ham son, ham sifat ham muhim. Ham uni ham buni ham o'lchashimiz uchun biza n ham ishlatishimiz kerak bo'ladi if funksiyasini ichida. Bu yerda yoki teng deb desak ham, misol uchun 40 yozib, virgul yana endi k dan keyin l buni yonidagi bu k ustuni 19-qator. Endi bizga l 19-qator kerak. L 19. Demak, bu bo'ladi bizga bu yerda yoki teng 5 dedik. 5 ta odam xursand bo'lishi kerak kamida. Va aus yopamiz, enter bosamiz. Demak, if qismi haqiqatan true bo'ladi, pastga tortamiz. Demak, 40 tadan ko'p, 5 tadan ko'p true beradi. Ikki holatdan talabga javob bergandagina testimiz to'g'ri bo'lganda ham ikki tarafdan shuni true ni beradi. Agar bu holat e'tibor bersalaring 40 tadan kam va 5 tadan kam. Bu ham bittasi javob bergani bilan bu holatni anaqaga nima testimizda anaqa bo'lyapti, nima shu o'lchamiga to'g'ri kelmadi, demak 40 ga javob bermadi. Bu qismi 5 bo'lgani bilan bu qismi agar false bo'lsa, bu true bo'lsa, n funksiyasi faqatgina ikki holatdagina test to'g'ri bo'lib chiqsa, ikki holat ham to'g'ri bo'lsa, shunda true ni beradi. Aks holda false. Xuddi shu or funksiyasi sal anaqaroq, gibkiroq, uni ikkalasidan bitta holatdan agar to'g'ri bo'lsa, biza o'lchamimizga masalan 5 deb desak, 5 bo'lib chiqqan taqdirda ustun bu 40 ga yetmagan holatda ham bizga anaqani beradi, true ni beradi. Agar biz o'zgartirsak, hozir bizada truelar ko'payib ketadi. Demak, bu ikkita holatdan fail bo'lyapti, ya'ni na 40 ga na 5 ga javob beryapti. Bu holat fail bo'lgan bilan bu holat boya 5 kiritdik, mana 5 kamida 5 bo'lish kerak. Shu bitta qismi true bo'lyapti, bitta qismi talabga javob beryapti, o'shancha true ni beryapti. Xo'p, endi biz qanaqa qilamiz? Shu holatda biz aytaylik if kiritamiz. Endi bu safar hozircha end bilan tushuntiraman. Demak, bu yoqda ekan 30 ekan, xo'p 30 kiritamiz. Kamida 30 dan yuqori mijoz yiqqanlar faqat endi son jihatdan, balki sifat jihatdan ham kamida 5 ta mijoz bular ko'rsatayotgan xizmatdan ancha mamnun bo'lgan bo'lish kerak. Ya'ni 5 ta kamida mijoz bo'lishi kerak, xursand bo'lgan bo'lishi kerak olib borilayotgan xizmatlardan. Undan keyin esa virgul bossam, men уже if funksiyasini ichiga tushdim, ya'ni true qismiga nima yozish kerak. Demak, unda bonus bor degani. False qismida esa cheki kartani o'chirib, bo'sh qoldirish uchun qo'shtirni ochib yopamiz, false yopamiz. Demak, bor yo'g'i mana shu qatorlar e'tibor bersalaring, ikkita holatda ham javob beryapti. 30 dan ko'p va 5 tadan ko'p. Qolganlari ba'zilari javob bergan bilan bu qismi javob bermadi, bu qismi javob bermayapti. Bu o'sha aytgandek 30 dan ko'p, 5 tadan kam. Undan keyingisi aytaylik overdue. Demak, due date bu deadline, bu to'lov. Misol uchun aytaylik viza yoki kontrakt masalasi deadline qo'yilgan, hammaga har xil. Aytaylik payment to'laganlar. Misol uchun deadline 25-mart, to'lov esa 10-aprelda to'lanyapti. O'shaning uchun bu deadlinedan o'tib ketgan, ya'ni so'rov o'tib ketgan, kech to'lov qilgan. Bizlar o'sha kech to'lov qilganlarni anaqasini nima
yes yoki bor, ya'ni so'rovga o'tgan, ya'ni bor so'rovga o'tganlik haqida bor deb ma'lumot chiqarib olishimiz kerak buni o'lchash orqali. Buni o'lchash uchun biza if funksiyasini yozamiz. Mantiqiy test bu yerda aytaylik, agar deymiz biza to'lagan to'lov qilingan sana katta deadline o'sha muddat, belgilangan muddatdan vergul, agar shu to'g'ri bo'lsa bizaga bor, agar so'rovga o'tmagan bo'lsa, vaqtida muddatdan oldin yoki muddatdan oldin to'lov qilib qo'ygan bo'lsa, unda hech narsa chiqarmagin deb katakni bo'sh qoldiramiz, xos yapamiz. Demak bor 25 mart 2020 yil 2020 yil 10 aprelda to'layapti, ya'ni 12-13 kun o'tkazib hammasi uchun qilamiz. Demak bu sortirovka qilingan, o'sha qilinganligini hisobiga ketma ketlikda o'sha so'rov o'tganlar chiqaryapti, bo'shlari esa deadlinedan oldin to'langan. 4-mayda to'lash kerak, lekin aprel to'layapti, ya'ni 10 kundan oldin to'lanyapti. Bu ham xuddi shunday e'tibor bersalar muddatdan oldin to'lanyapti. Biz bilib oldik. Demak 50% ga yaqin odamda 50-60%, 50-40% odamda demak muddatni o'tkazib to'lashgan. Endi xo'p, muddat bor, o'tgan, lekin qancha kunligini bilishimiz kerak. Bu ham muhim. Bunda ham if qismini yozib buni belgilaymiz. Demak, so'rovga o'tgan. Agar shunaqa bor degan so'zni aytaylik kataklarimiz bo'sh bo'lsa, shunaqa bo'sh katak topsang, D4 dan boshlab pastga qarab tortganimizda o'sha kataklarni orasida agar bo'sh katak chiqib qolsa, ya'ni u hech narsaga teng emas degani, bo'sh degani. Vergul yozamiz. O'shanday holatlarda bizaga 0, ya'ni muddati o'tmagan degan ma'noni anglatadi. 0 degani. Agar false bo'ladigan bo'lsa, bitta formula bor bu yerda. Network days degani bor. Network daysda biza qancha kunligini, ya'ni xilma-xillik, hammada har xil muddat bor. Har xil muddat o'tgan, kimdadir 10 kun, kimdadir 20 kun, kimdadir 15 kun. Shuni aniqlash uchun bu funksiyani kirityapmiz. Start date bu boshlangan muddat va end date bu to'lagan sanasi. Bu qavs yopamiz. 13 kun ekan. Agar kalendarni ochib turib hisoblatsak, masalan yilga o'tib uni hisoblaydigan bo'lsak 13 kun chiqadi. Ya'ni shanba yakshanbani hisobga olmaganda buni qilsak aniqroq ko'rinadi bizada va belgilab bo'lsak weekend chiqib keladi. Odatda O'zbekiston holatida bizada shanba yakshanba hisobga olingan, bir yozsak ham o'sha natijani beradi. Undan keyingisi aytaylik status berishimiz kerak. 90 dan 100 gacha A, 80 dan 90 gacha B, 70 dan 80 gacha C, 60 dan 70 gacha D va undan pastiga biza fail berishimiz kerak. Ya'ni bu status berishimiz kerak o'qigan baliga qarab. Buni qilish uchun biza ifs funksiyasini ishlatamiz. Buni belgilaymiz. Belgilangandan keyin katta yoki teng, agar 90 yoki undan yuqori bo'lsa, ya'ni 100 gacha bo'lsa, vergul bosamiz. Ani yozamiz. Xuddi shu anaqada ketaveradi. C4 katta yoki teng 80 bo'ladigan bo'lsa, unda bizaga buni berishimiz va xuddi shu natija, shu holat takrorlaymiz bir necha bor. Demak 70 ketgan bo'lsak 60 va bu D deymiz, faqat normal. Va oxirgisi bizlar aytaylik mana bundan foydalanib qo'yamiz. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shular orasida men ko'rsatgan 90, 80, 70, 60 oralig'idagilarga mana shunaqa status berasan, shu to'g'ri. Agar shunaqa 60 dan past chiqadiganlar uchun esa biza qo'shtirnoq ochib turib fail, ya'ni F beramiz. Shu holatda ham ishlaydi. Demak 90 A
70 bilan 80 orasidagi C va 59 uchun F fail, 49 fail. Endi undan keyingi holat esa ikkita holat uchun reytingi, ya'ni o'rtacha o'sha bitirgan yoki birinchi kursda yiqqan o'rtacha balli va uni attendance, o'sha davomatini biz ham bunaqa qilmoqchimiz. Endi bizlar bu yerda if va end ishlatgan holda ham reytingini ham davomatini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Belgilaymiz katta yoki teng. Bu safar aytaylik, kimdan kim 60 yig'a olgan, yuqori olganlari bizlar anaqa qilishimiz, ikkinchi kursga o'tkazishimiz kerak va uni attendance 70% dan past bo'lmasi kerak. Ya'ni 60 dan yuqori yiqqan balli uchun 70 esa 70 kamida 70% darsda qatnashgan bo'lishi kerak. O'shani qilishimiz uchun biz if and qismida ikkita holat kiritib olamiz. Birinchi to'plagan reytingi uchun, ikkinchisi esa bizlar C4 bo'lsa G4 katta yoki teng kamida 70 yozishimiz uchun yoki 70 tuman foiz berishimiz mumkin ishlashi uchun, yoki mana bunaqa ko'rinishda ham berishimiz kerak. Bunaqa bersak xato chiqaradi, o'zini bersak. Rost yopamiz. Virgul nima deymiz? Agar shu to'g'ri bo'lsa, if qismiga o'tdik. To'g'ri bo'lsa, ikkinchi kurs deymiz. Agar unisiga ham javob birontasiga to'g'ri kelmasa, agar kimdadir 60 dan past bo'lib qolsa yoki baland bo'lib turib bunisi kam bo'lib qolsa, foizi kam bo'lib qolsa, unday holatda biz qarzdor o'tolmaydi, ya'ni ikkinchi kursga. Demak, ikkinchi kurs ikkala holatdan zo'r. Pastga tortsak, mana qarzdor. Ifda shunaqa ishlaydi, mana yaxshi reyting ko'rsatgan bilan darsga kelmagan va u ikkinchi kursdan qoldiryapti, ya'ni qarzdor bo'lib qolyapti. Undan keyingisi yosh chiqarish qanaqa bo'ladi? Demak, ro'yxat tug'ilgan yiliga qarab bizlar yosh chiqarishimiz mumkin. Ikkita yo'li bor buning uchun. Bizlar dated if degani bor. Excelda bu narsa hali anaqa qilinmagan, ya'ni qanaqa ishlashi haqida ma'lumot yo'q. Uni faqat biz o'sha tajriba yordamida qilishimiz mumkin doim. Yoki internetdan masalan ko'rishimiz mumkin uni anaqasini, sintaksini, ya'ni qoidasi qanaqa ishlashligi. Buni belgilaymiz. Mana shu katakdagi yiliga qarab ajratib olamiz. Ya'ni virgul yozamiz. Today funksiyasini yozsak, bunday qilib yozsak, bugungi chisloni ko'rsatadi. Bugungi chisloni ko'rsatadi. Bugungi chislo. Demak, biz davom etamiz. Undan keyin esa virgul yozib, qo'sh tirnoqchada faqat yoshni ko'rsatamiz. Buning uchun bitta y yozamiz. Hozir yopamiz. 27 yosh ekan. Agar men bu yoqda m yozsam, mana shu yoshdagi odam tug'ilgan, shu yoshdagi yilda tug'ilgan kim bo'lsa ham hozirgacha 332 oyga teng. Bu yil esa 27 yoshga teng bo'ladi. Ikkinchisini nimaga yozamiz? Bu ikkinchi yo'li ham bor. Misol uchun aytaylik, 98-yil bola 28 yoshda bo'lishi ham mumkin, chunki u hozir 25-yilni oxirgi oyi anaqasi, oxirgi oylaridan. Shuning uchun bu 11 oyda ham hisobga olish kerak, lekin bunda 11 oy hisobga olmay, shunchaki 25 da 27 yoshda. Aslida 27 yoshni ham to'ldiryapti. Mana bu 11-oy, ikkinchi oyda 26 ga o'tadi. Bizda year frak degani bor. Year fraction bunda bor. Masalan, start date bu tug'ilgan yili, end date bu. Hozir yopib enter. Mana 28 frak yerda shunaqa hisoblaydi. Nimaga? Sababi ancha tushib qoldi. Buni qoplashimiz kerak edi. F bosib pastga tushib ketyapti. Uchun buni F4 bosib qotirib qo'yishimiz kerak. Shunday ishlaydi. Xo'p, keyingisi, oxirgisi, aytaylik bu yerda qatnashgan, tadbirda qatnashgan kunlar
kunlar keltirilgan, necha kunligi va tadbirni o'zida kim qancha tadbirda qatnashganligi to'g'risida. Bir kun kelib tadbirda qatnashgan aytaylik mijozlar ismi, ular faqat bir kun kelgani uchun $250 to'laydi. Va ko'proq kun qatnashganlari uchun, bir kundan ko'proq kunda qatnashganlar uchun $200 to'laydi. Demak, birinchi biza nima qilishimiz kerak? Mana savol. Chegirmalar sodiq a'zolarga beriladi, loyal klientlar uchun beriladi. 10 yoki undan ortiq tadbirlarda qatnashganlar, mana tadbirlarni ma'nosi ustuni shu. 25% beriladi. Ya'niki biz hozir buni birinchi kunini narxini chiqarib olishimiz kerak. Buning uchun if yozamiz. Kunni belgilaymiz. Agar shu qatorlarda bir chiqib qolsa deymiz, vergul. Buni biz shu anaqani beramiz. Faqat bir kun qatnashganlarga $250 to'lash kerak. Agar bir chiqmasa, boshqa raqamlar bo'lsa, 2, 3, 4 va hokazo chiqadigan bo'lsa, unda biz aytamizki, mana shu D5 ni ko'paytiramiz, 200 ga deymiz. Buni ham qotiramiz, pastga tushib qolmasligi uchun. Hozir yopamiz. Demak, 3 kun kelgan odam 250 dan 750 emas, 3 kun kelgan odam, ya'ni bir kundan ko'proq kelib qatnashgan odamlar uchun 200 dan 3 kun qatnashgan 600 bo'ladi. Va bu qolgan naqalar uchun ham ishlaydi. Mana 1 250 to'layapti va 1 bu yerda 250 to'layapti. Hop, savolda aytilyaptiki, 25% 10 ta tadbir yoki undan ko'proq tadbirlarda qatnashganlar, ya'ni eventlarda qatnashganlar uchun to'lash kerak bo'lgan summa 25% chegirma beriladi va 75% ni to'laydi, 100% emas. Undan keyingisi 5 dan 9 gacha tadbirlarda qatnashganlar uchun ular shunchaki o'sha to'lash kerak bo'lgan narxdan 50% chegirma oladi. Agar umuman anaqalarga 10 ta ham 5 tadan kam, demak 5 tadan kam qatnashgan tadbirlarda qatnashganlar uchun to'liq narx to'laydi. Xo'p, uni amalga oshirish uchun biz kombinирование, ya'ni birlashtirilgan formulani ishlatamiz. If deymiz. Demak, xo'p, mana buni beramiz. Bu katta yoki teng 10 ga deymiz, vergul. Buni berganimizda shu test to'g'ri bo'lsa, biz aytamizki, F5 ni deymiz. F5 ni ko'paytiramiz. Nimaga? Hozir. Demak, F5 ni biz ko'paytiramiz 0.75% ga. 0.75% to'laydi, ya'ni 25% chegirma bo'ladi. Vergul. Keyingi yana bitta if va uni ichiga end qo'yamiz. Bu qanaqa ishlaydi? 5 bilan 9 oralig'i diapazonni ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun biz buni belgilaymiz. Katta yoki teng 5 vergul, xuddi shu 5 kichik yoki teng 9, ya'ni 9 dan kichkina 5 dan katta bo'lsa, mana shu diapazonni olish uchun ishlatyapmiz. Agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, biz aytamizki, mana shu vergul qo'yamiz. Hozirdan keyin F5 deymiz, mana shu F5 dan -50 deymiz. Yoki 5 tadan kam bo'lsa, tadbirlarda qatnashgan bo'lsa, unda shunchaki o'zini narxini beramiz. Hozir yopamiz, yana bitta yopamiz. Enter. Demak, bu 9 bilan 5 bilan 9 orasida qatnashgan 7 bo'lsa, shunchaki shunaqa holat bo'lsa, $50 chegirma berilyapti, ya'ni 600 dan 50 dan ayiramiz, $550. Qolganlari uchun faqat bitta ikkita anaqada berilgan qaysi 25%. Mana bu holatda 25% berilgan, mana $300 to'layapti, 400 emas. Demak, formulalar, bu yerda ishlatgan formulamizda keltirib o'tilgan. E'tibor uchun rahmat.